Rasmda ko'rib turganingiz bu inson shu qadar boy ediki, hatto Britaniya hukumati ham undan qarz olardi. Badavlat bu inson bor boyligini hashamatli saroyining hech kim bilmaydigan sirli bir burchagida saqlar edi. Bir kuni u xazinasi yashiringan sirli xonaga kiradi. Shunda bexosdan xazinaning eshigi ortidan yopiladi. Bu badavlat inson kalitini tashqarida unutib qoldirgan edi. Bu vaqtda hozirgidek axborot texnologiyalari, masalan, uyali telefonlar taraqqiy topmagan edi. Sirli xonada yolg'iz qolib ketgan badavlat inson har qancha baqirmasin, uni hech kim eshitmaydi. Xizmatkorlari esa xo'jayinni uzoq sayohat ketgan deb o'ylaydi, chunki bu inson hech kimga aytmasdan kunlab, haftalab, oylab yolg'iz o'zi sayohat ketadigan odati bor edi. Boyvachchaning oldida uyum-uyum tillolar, kumushu olmoslar yotardi, lekin u ochlik va tashnalikdan azob chekardi. Bu shunchaki dahshat edi. O'limidan oldin u barmog'ini oltin quyma bilan kesib, qoni bilan boyliklari ustiga shunday yozgan: dunyodagi eng boy odam ochlik va tashnalikdan o'lmoqda. Xulosa shuki,